Subsidiya va birlamchi ipoteka o'zi nima? Oyma-oy to'lovi qancha? Boshlang'ich to'lovi qancha? Birinchi xato. Mana bundoq qarashim kerak ekan, ya'ni Qo'shimcha mehmonga ekonomik hisoblanadi, ya'ni issiq отоплениyaga siz pul to'lamas ekansiz. Baribir ham tepa etajda havo boshqacha ekan. Pastga qaraganda. Subsidiya va birlamchi ipoteka o'zi nima? To'liqroq ma'lumot olishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'rib, like va podpiskani ayamasligingizni so'rab qolamiz. Bu yerda bir xonadan 3 xonagacha bo'lgan kvartiralar qo'yilgan sotuvga oyma-oy to'lovi qancha, boshlang'ich to'lovi qancha va uni qanaqa tartibda olinishini to'liqroq ma'lumot qilib chiqarishga harakat qilamiz. Namuna sifatida hozir ko'rsatib beradigan xonadonimiz Sergeli tumani Bobur mahallasida joylashgan, lekin bundan tashqari bizda degan assortimentlar bor. Uni Telegram kanalimizda kuzatib turishingiz mumkin. Aynan shu joyda hozir bir xonadan 3 xonagacha bo'lgan har xil proyektdagi xonadonlar qurilmoqda. Boshlang'ich to'lovlar haqida, qanaqa qurilganliklari haqida va qanaqa ustunliklari borligi haqida biz hozir kontent yuritamiz. Eng arzonidan boshlab ko'ramiz. Hozir biz 16 qavatli domi 16-qavatiga tushganmiz. Manzarani qaranglar, qanaqa chiroyliligini. Vashshe dahshat deydi. Endi esa podyezni bilan birinchi navbatda tanishtirib o'taman. To'liqroq ma'lumot berishim uchun podyezidan boshlashim kerak. Mana bu yog'imizda qaranglar, ko'rasizlar bo'lsanglar, ikkita lift, bittasi mana bu passajirskiy, ya'ni odam olib tushadigan, olib chiqadigan, bunisi esa gruzovoy. Narsalaringizni ham olib chiqib olib tushsangiz bo'ladi. Buni yana keyin plyus taraflaridan bittasi tomda quyosh panellari o'rnatilgan ekan. Ya'ni domda svet o'chib qo'ygan taqdirda ham lift ishlab turadi o'rtoqlar. Endi esa kirib boraveramiz. Podyezga kirganimizda 6 ta kvartiramiz mavjud. Bu yerda bitta kvartiramiz, bitta plashatkada, ya'ni uchinchisi bu yerda mana 4 ta, 5 ta, 6-chi. 6 ta kvartiraga ega ekan bitta plashatka. Endi kvartira haqida plyus minuslarni to'liq aytib boraveramiz. Birinchi o'chirtda bismillah bir xonadan boshlaymiz. Bir xonali kvartiramiz umumiy maydoni 39 kvadrat metrda tashkil qiladi. Endi esa koridorga bitta rasm solamiz. Koridorimiz uzungina, katta bo'tgan ko'ryapmiz. Menga eng yoqmagan narsa bu glazovi bo'ldi. Ko'rasizlarmi? Birinchi xato. mana bundoq qarashim kerak ekan, ya'ni Kimdir mehmonga kelib qolsa, bu kichkina minus hisoblanadi. Uni ham aytib o'tishimiz kerak. В целом uy zo'r qilingan. Mana Mamitga ko'raveramiz. Bu yog'imiz mana sanvozolimiz bo'lyapti do'stlar. Endi dal shu o'tib boraveramiz. Совмещенный sanvozol. Yoqqan tarafi bu kvartirada aynan shu oshxonasi bor, ko'rayotgan bo'lsanglar. Oshxonasini kvadrat kengini, kattaligiga ham bitta ahamiyat berar ekanmiz. Bemalol uголок qo'yib, Mamitga televizorni o'rnatib qo'yib, o'sha televizor ko'rib o'tirsangiz ham bo'lyapti. Issiqlik ta'minotiga keladigan bo'lsa, двухкотельный котел hozirgi kunda новостройkalarda hammasida shu. Issiq suv ham, отопление ham shundan o'tadi. Qo'shimchasiga bu domlar ekonomik hisoblanadi, ya'ni issiq suv отоплениyaga siz pul to'lamas ekansiz. Domimiz hozirgi kunda gazoblokdan qurilgan, hozir hamma joyda 7 etajdan balaniga hammasi gazoblokdan qurilsin degan qaror bor. 7 etajdan pastga esa ishlik tursa bo'ladi. Endi dal shu o'tiramiz. Bu yoqqa kelganimizda esa bu yog'imizda mana zalimiz bor ekan. Zalimizga keladigan bo'lsa, 15 kvadratlarni tashkil qiladi. Endi o'lchab o'tirmadim-ku. Endi bu yoqqa o'tamiz. Qo'shimchasiga bu domimizda навесной balkoni ham bor ekan, ya'ni osma balkon deyiladi. Bu yerda mana manzarani ko'rishingiz mumkin. Baribir ham tepa etajda havo boshqacha ekan. Pastga qaraganda chang to'zondan nari ekansiz, shovqindan ham nari bo'lar ekansiz. Umumiy maydoni 39 kvadrat metrda tashkil qiluvchi ayni shu bir xonali kvartiramizning narxi keladigan bo'lsa, 13900 dollar bilan chiqar ekan. Boshlang'ich to'lovi oyma-oy to'loviga keladigan bo'lsa, 4.500.000 so'mdan 20 yilgacha ipoteka qilsangiz bo'ladi. Agarda subsidiya chiqqan bo'lsa, unda 11.900 bilan boshlang'ich to'lovi chiqar ekan. Endi esa ikki xonasiga o'tamiz. Ana o'sha yerda men sizga subsidiya o'zi qanaqa bo'linadi, nima ekanligini tushuntirib o'taman. Ana endi sizlarni ikki xonaligi bilan tanishtirib o'taman. Endi aytdim boya minuslarni aytib o'taman deb 100 milliongacha
subsidiya ajratiladi. Ya'ni bosh ipotekani o'ziga, pasportni o'ziga oladigan bo'lsangiz, unda